Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz kuzatuvchilarimiz. Zarb zavqida sozandagi 10 ta savol loyihasi. Bugun ishtirokchi meni ustozim Fayzulla Hoshimov. Fayzulla aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni kuzatuvchilar bilan ham bitta salomlashib qo'ysangiz. Assalomu alaykum. Fayzulla aka, rozilik bildirganingiz uchun rahmat. Bugun sizga alohida savollar olib qo'yganman. Ko'p aytaman. Sizdan duo olib, Fotiha olib katta sahnaga chiqqanmiz. Aniqrog'i shu narsani olishimga otam sababchi bo'lganlar. Ustoz otangdek ulug', otangdan ulug' deydi xalqimiz. Siz meni ustozimsiz, sizni ustozingiz To'ychi Inog'omov. Shundoq. Mana shu odam haqida ikki og'iz. Hozir Toshkentda doira chalib yurganlar hammasi To'ychi Inog'omov shogirdlari desak to'g'ri bo'ladi. Kimdir to'g'ridan to'g'ri shogird, kimdir nevara shogird, kimdir evara shogird. Shundoq. Bir Anvar aka degan akamiz bo'ladilar, madaniyat vaziri bo'lib ham ishlaganlar. Shular mendan bir kun so'raganlarida, qayerda bitirgansam ukam deganlarida, shu To'ychi akaning shogirdlari, men eng keyingi shogirdlariman desam, "O, akademiyani bitkizgan ekansan" deb aytgan edilar. Bitta ular emas, yana ko'p mutaxassislardan shu iborani eshitganman. Akademiya deb nom berishgan edi. Rasman bo'lmasa ham akademik deb tan olishgan ustozimizni. Fayzulla aka, ikkinchi savol. Hamma doirachi ham parda yetishtirib chiqarmaydi, misol uchun doira uchun. Mana shu ishlar bilan shug'ullanishingiz haqida. Eng avvalo bu yo'nalishga meni yo'naltirgan ustozim To'ychi Inog'omov bo'ladilar. Shu menga doirachilik sohasini umuman qamrab turgan sohalarning egasi bo'lish, doirachilik sohasiga mustaqil bo'lishlikni maslahat bergan, shu yo'lga yo'naltirgan ustozim To'ychi akam Inog'omov bo'ladilar. Shu ustozimizning gapiga kirib, mana kam bo'lmadik. Bir necha doiralar yasadik, katta nog'ora, do'l. Bular hammasi mana hozir turkiy birdamlik to'g'risida ko'p gapirilyapti. O'zimizga tegishli bo'lgan urma, zarbli cholg'uvlar hisoblanadi. Fayzulla aka, har doim gapirsam, birinchi bo'lib ustozlar haqida gapirganda menga shu duo berganlar, Fotiha berganlar deb gapiraman sizni. Siz kimdan duo olgansiz? Kimdan Fotiha olgansiz? Eng avvalo ustozimizdan, keyin qolaversa ota-onamdan, keyin mana xalqimizning duosi. Bu duo rostagasin duo. Yurakdan chiqqan duo. Fayzulla aka, 4-savol. Endi ustoz shogird, an'analar, u hammasi o'z joyida. Bir-biriga umuman begona bo'lgan sozandalar bir-biriga qanaqa munosabatda bo'lish kerak? Umum insoniyatga qo'yilgan talablar. O'zaro hurmatda bo'lish kerak. Negaki xalq ko'zini oldi degan odamlar bular. Xalqqa o'sha ziyo tarqatuvchilar. Fayzulla aka, ekvatorga yetib keldik. Buncha savollaring ko'p dedingiz. Bolalikda bera olmaganlarimizni endi beramiz hozir. Mayli. Zo'ri kim deb so'rashadi mendan Nuqul. Nuqul zo'ri kim deb so'rashadi. Endi men bu narsaga juda oddiy qarayman. Men sozanda bo'lish bilan birgalikda jurnalistikada ishlaganim uchun, men uchun hamma sozanda, hamma o'zini yo'nalishida chaladi. Lekin sizni talqiningizda kim zo'r? Zo'ri yo'q. Zo'ri endi tug'iladi. Zo'ri tug'ilgan bo'lsa ham o'sha bir chekka qishloqda yoki shaharda bo'lsin, yosh bir ukamiz haqiqiy iste'dod egasi, hozir bizni ko'rib turgan bo'lsa ajab emas. Zo'ri o'sha. Negaki u talant, iste'dod egasi. Talantlar o'zini olib chiqib sotishni bilmaydi, qanaqa namoyish qilishni bilmaydi o'zini. Shu iste'dod egasi meni ko'rib turgan ukam, eng zo'ri sizsiz. Endi bu hozirgi sahnada, bu kuyov nakarda, ko'chada yoshlar birinchi raqamli deb o'zini e'lon qilyapti, boshqa zo'ri yo'q ular uchun. Ular bilib olgani yaxshi. Zo'ri endi tug'iladi. Zo'rman deganlar bo'lsa, bilib qo'ysin, zo'rdan zo'r chiqadi har doim.